Assalomu alaykum. Meni ismim Mirzohid. Imzo Oqtepa showroomida ish boshqaruvchisi bo'lib ishlayman. Navbatdagi obyektimizni mijozimiz bilan kelishgan holatda Terma 65 profillarini qo'yib berdik. Mijozimizga juda ham ma'qul bo'ldi. Marhamat qilib mijozimizni o'ziflarini eshitamiz. Biz xonadonimizga termoplastdan yasalgan eshik romlarini o'rnatmoqchi bo'ldik va bir necha tashkilotlarga murojaat qildik. Shularning ichidan Imzo Oqtepa showroom tashkiloti bizga ma'qul keldi. Ular kelib bizni xonadonimizga eshik romlarini o'rnatib berishdi. Mana shuncha muddatdan beri sinovdan o'tdi va har qanday ob-havo sharoitlarida issiq sovuqlarga juda chidamli ekan. Xonadonimizni mo'tadil ob-havoda ushlab turibdi. Sifati ham juda yaxshi ekan. Rahmat. Shu tashkilotga murojaat qilganimiz va bizlarni tushunib ishlarimizni bajarib berganimizga minnatdormiz. Imzo, uyingiz uchun to'g'ri tanlov.